kechadan beri dayrifim tinmadi. O'ziyam kechadan beri dayrifim tinmadi. Borib kreditni odam sovchi keladimi, erga tegasizmi, bir narsalar yo'q tashlashdi. Yo'q, mahali. Umuman unaqa narsa o'ylagandim. Menga, to есть meni ko'rishga, уже operatsiya bo'lgandan keyin yaqin bo'lib ketganmiz. Biz mod ustida tanishganmiz, o'zi yaqin bo'lib ketganmiz. Meni ko'rishga Sevara Baykirshi keldilar. Hozir Anjonni aylantirib yuraman. Taassurotlar. Salomat. Men o'zi asharlikman. Andijonlikman. Andijonga. Shu vaqt bo'ling. Charchamadinglarmi? Tuzumsizlar. Men Andijonga 4-5 yil bo'ldi kelmaganimga. O'zim Qirg'izda o'qigan vaqtlarim ko'p yurardim. Juda o'zgarib ketdi. Juda go'zal. Insonlar ham samimiy, madaniyatli. Endi avval yursak, ko'zingga qaramaysanmi? Baba deb ketishardi. Andijonda o'zi dindorlar juda ham ko'p. Hozir ancha 70 yoshgacha juda ham Qur'on o'qishadi, lekin bizada hali qudratimizga nimada shubhangiz bo'lsa, biz yaratgan binolarga qarang deyshadi-yu, shunaqa. Hozirgi borgan торговый sentrimiz ham yoqdimi? U ham juda go'zal. Tagidagi o'sha o'yingohi, bolajonlar uchun yaratilgan detskiy plashatkalar, kiyim-kechaklar. Ko'ksaroy. Bizada endi bor. Bizada hozir sizlardagisi o'zbegim, yirik turistlar uchun bu joy. Ketib ko'ramiz. Juda go'zal. Yoqdi. Siz nima deysiz? Endi bu Samarqandlik, bu kazo-kazolardan, bu unaqa joylarni mensimaydi, bu videoga olinglar-da. Mobo aka. Andijon motoda hammasi haqqoniy ekan. Qoyilmisizlar? O'tdim aka. Mana shu holatgacha ishonmaganda, kecha uxlayapman-da Andijonda. Bular videoni avvalda rostmikan dedimda, kiydirib yubormasmikan dedimda. Hozir notarizga chaqirib, mana hamma dokumentlarni qilishdi. Ishonchli ekanlarga o'tdimi? Mana texpasportdan berishdi aka. Bo'ladi, yaxshi kunlarga yetsin. Yetkazib bersanglar, o'zlari va'da berdilar, shu videolarni ham postga qo'ying. Ishonchli, original motolar bor ekan, zapchaslari bor ekan. Menga kaska bilan shingalkalar qilib beraman dedilar. Inshaalloh. Joy bo'lsa, xursandman lekin. Unda bo'lsa aka. Joy sog' bo'lsin. Yaxshi kunlarga ko'rsatib qo'yaman, mana shu odam. Mana shu odam. Inshaalloh kelaverasizlar, do'konimiz doim ochiq. Hamma narsalarimiz bor. Zapchastlar, mototsikllar hammasini chiroyli narxda, chiroyli. Menga shunaqa shef burgerdan необычный bo'lgan пригласительный keldi. Sertifikatlari bilan. Теперь в Наманган встречай. Шеф-бургер открывает новый филиал по адресу Bunyodkor 58. Xo'p, pahlavonni ko'rishamiz ekan. Xudo xolisa ertaga soatiga qaramayman lekin. Bu yerda ham chiroyli hudi bor ekan va avtorskiy mana shunaqa termoslari bilan. Rahmat. По-моему, bu nakleyka bo'lsa kerak. Ну да. Hammani kutamiz, kelinglar ertagacha. Ertaga ko'rishamiz shef burgerda.